Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yangi zakasimizni bitkizib topshirdik. Bu ishimiz Imom otaga o'rnatdik. Yangi high-tech posonimiz. Bu posonimiz razmeri 3.30 ga 2.30 shu turishi. O'zi 2 dona taburetkasi bo'ladi, zakasiga 3 ta qilib berdik. Bularimizni qo'l olishlari mexanizmlik. İki tomonda ham mexanizmi bor qo'l olishida. Ochilgan holatida 2.5 ga 3.5 joyga tushadigan bo'ladi. Shu razmeri. Kimgadir katta razmerda kerak bo'lsa, katta razmerda ham qilib beramiz. Xonlari ham NDF da bo'lgan. Qo'l olishlari ikkovi ham mexanizmda ichkariga joylanib ketadi. İçlari 100% sasna yog'ochda, materiallari mo'shi material, parallollari 22+30 pampers prujina. Noshkalari ham baland noshka qo'yilgan. Xudo xolisa xizmatga juda yaxshi talabga javob beradi. Mana xonna ayoqlari ham o'zicha qilib ishlangan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni qo'yib beramiz. Bu fasonimizni uyiga olib borib dastavkalari bilan o'rnatib berdik. Shu fasonimizning narxi $500. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.